Assalomu alaykum. Og'alar yaxshimisizlar? Joninglar sog'mi? Xudo xolasa Barselonaga qarab sekin yo'lga chiqdim. Mana shu o'ng tarafda poyezd yo'l o'tgan. Hozir men ko'rsataman sizlarga. O'sha yerda temir yo'lda anaqalarni ko'rgan bo'lsalaring kerak. Xullas to'g'riga ketaman. To'g'ridan narigi tomonga o'tib olib, keyin mashinaga o'tirib ketaman akalar. Poyezdga o'tirib Barselonaga stadionga boramiz akalar. Bitta qirg'izistonlik akamiz mana shu tarafda ekan. Kelaverman, kutib turaman, men ham shu yerdaman dedi. Xudo xolasa billa stadionga borib aylanib kelamiz akalar. Ana qiz qo'lini ko'taryapti mashinadagi. Akalar kechasi bilan Instagramda bir ajoyib narsalarni gapirib berdim sizlarga, ham bir ikki og'iz aytay. Hozir shu internet bunaqa zo'r zamon bo'lgan, eng qizig'ini aytay, tapchikada ketyapman akalar. Ha, musorda bir yo'la tashlab qo'ya deb olib ketyapman. Xullas, hamma o'zidan aqlli yasab olgan, aqlli bir-biridan gapini tanqid qiladigan odamlar ko'payib ketib, internetga kira olmaydigan bo'lib qolibdi. Hozir bitta odam bir yaxshiroq mashina olib qolsa, sirasi motivatsiyani boshlayapti. Men qiyinchilikdan chiqqanman, men qiyinchilik ko'rganman. Bu darajaga yetib kelishim oson bo'lmagan deb, xullas hamma motivatsiyani yo'qib olgan akalar. Shu musor bachokka mana shuni tashlab qo'ysa, keyin suhbatni davomini qilamiz akalar. U qanday ko'tariladi? Bu menimcha berik turibdimi? Egagan bular. Boshqa joyda bormikan misr faqir? Ne onamda ostopdi. Xullas bitta mashina olib, bitta mashinaga zo'rg'a erishgan, bu qiyinchilik, bir nimalar haqida gapirib, bittasi Gelenwagen, короче, hamma orzu qilardi, men ham orzu qilardim. Gelik olib minganimdan keyin deydi, menga yoqmadi. Orzu bo'lmas ekan, gelik olishmas ekan deb, короче, bir dona olingan mashinaga shunaqa haligi odamlar o'tgan, o'zlaring bilasizlar aka, tarixda akalar. Короче, yer shari globusga любой shu qo'lini qo'ygan joyda olgan odamlar bordi. Imperiyalar bor oldinlari, mana imperiyalar o'tgan. O'sha odamlar Amir Temur, Chingizxon, ko'p Usmoniylar bu tarafda, xullas ko'pchilik imperiyalar bo'lib dunyoni bosib olishgan, lekin o'sha odamlar ham maza qilmaganda. Men короче hayotda yashab zo'r o'tdim, maza qildim deyishmagan. Hattoki dunyoni boshqarib. Bu bitta gelik odamni shu motivatsiyalarida, bu odamning qiziqishlari o'shaning uchun akalar, bu internetda bunaqa motivatsiya gaplarni eshitmanglar, aynitib qo'yadi bular. Undan ko'ra tabiatni, manzarani tomosha qilib ketinglar. Mana shu yerga hozir ikkinchi marta ketishimda Barselonaga, mana shu yerdan, shu yo'ldan mashinani xuddi o'sha joyga qo'yib 2 yil bo'ldi adashmasam, 1 yil bo'ldimikan? 1 yilmi yo 2 yil bo'lgan. O'sha joyga mashinani qo'yib 2 yil bo'lib turasa. Barselona stadioniga borganman, aylanib kelganman. O'zi asli Barselonaning yoniga bir marta to'xtab borganman. 3 martami, 4 marta borganman. Bizni poyezd o'tib ketyapti, ovozini eshityapsizlarmi? O yo'lni qaranglar, ajoyib ekan-a. O'rik daraxtlari lekin soya berib yotibdi. Shoxlar singan. Ular mana shunaqa gaplar akalar. Hozir men
Poyezdgacha borib, bilet olib, xullas poyezdda bunaqa plastik karta bo'ladi-yu, o'zbeklarda. Plastik karta o'shanaqa bularda ham poyezdlarda yurish uchun karta olish kerak. U kartani narxi $5-10. Uni olgandan keyin uni zapravka qilib, ichiga pul tashab yurilaveradi. O'sha kartam adashmasam menda turibdi. O sumkamni qarashim kerak. Kartamda o'sha sumkamda karta turibdi. Olib, ichiga 4-5 euro solsa Ispaniyani Madridda Astagfirulloh alayhi Barselona sentriga olib boradi. Santiagoga. Lekin morgachi Barselona sentriga keladigan mana bu poyezdlar turadigan stansiya shunaqangi bir nerealniki akalar, o chuqurga tushib ketadi bor-ku. Pastlikqa bir 50 metr pastlikka tushib, bir 8 qator poyezdlar o'ngdan chapga o'tgan. O'shalarni ichidan tanlab olish kerak, topib olish kerak. Bizi poyezd qaysiligini. Oyoqlarga rahmim kelyapti, lekin bugun yomon qiynaladi. Oyoqchalar qiz bolani oyog'idan ham nozik bo'lib ketgan, forada yuraverib. Faqat o'tirilgan xolos bu oyoqlar. Faqat dam olingan. Endi ishlash vaqti keldi. Hozir 2 kilometr bungacha, undan stadiongacha 2 kilometr, 3 kilometr. Xullas kilometr bo'lib 10 kilometr yurib qo'ysa kerak. Piyoda qorinlar ham ancha joyiga tushadi. O'sha paytda ham borganimda oyog'im 2 kun og'rigan akalar, 2 kun oyoq og'riq bo'lganman. Uzoqda endi poyezdda hozir Barselona stadionigacha borsam ham undan u yog'i stadiongacha 3 kilometr piyoda yurish kerak. Xullas, piyoda yuradigan joyi juda ko'p. Agar shu video uzunlik qilayotgan bo'lsa, akalar, sizlarga o'tkazib ko'raverasizlar. Keyin iloji bo'lsa bitta laykcha, akalar. Shunaqa turistik joylarda xudo xolasa videoga olib ketiladi. Mana odamni qaranglar, odamni yasab qo'yibdi. Video qarash mumkin emas, lekin yaxshilikka, yaxshi niyat. Devorlariga chizib tashlashlarini tushunmayman-da, qaranglar. Shunday devor, qattiq devor topsa chizib tashlashadi. Hoppa, sekin sentrlashyapmiz akalar, если что. Xabardor bo'lib qolinglar. Mana tiket olishda o'ylayapman hozir. Cho'ntagimda bormikan meniki? Shu tiket oladigan raqam bormikan deb o'ylab o'tiribman akalar. Xudo xolasa topiladi. Topilmasa pulga sotib olamiz. Sekin qansirash boshlandi, если что. Qansirash boshlandi. Anetta tunnelga kirib Barselona stadioniga qanday ketsam bo'ladi, odamlardan so'rayman sekin. Esimdan ham tushib ketdi bu shu. Aytyapman-ku, bu ostanovkadan bir marta borganman xolos. Sizlar ham tushunib olinglar, mana shu yerda agar Barselonaga kelsalaring, ostanovkaga kelsalaring, bos. Tunnelchadan o'tlar. Yer osti yo'li. Qaranglar. Situatsiya. Hozir yo'lda gapirilsa bu ajoyib ishlar bilan
Bismillahirrohmanirrohim. Suralarda aytadi, baland qilib. Nashidlarda aytadi. O'zimga qarab qo'yaman akalar. Oldimdan qizg'alib o'tyapti. Sirgin stansiyadan. Welcome to Barcelona. Bu odamlar yuguryapti, uni qaranglarda. Bizni poyezd o'tib ketdi shekilli. Chiqqanlar. Yuguryapti hamma. Biz shoshilmaymiz. Bizda hali bilet yo'q. Bilasiz. Aytdi o'zi. Qora kiyimlar turibdi. Sahnalar. Asli bankomatlardan hozir bilet sotib olish kerak-da, jigarlar. Ammo mayda video olish mumkin emas shekilli. Akalar, xullas poyezdimiz keldi. Poyezdda Barselonaga bozavoz qilamiz. Ha, masjiddan o'tiraylik. Jigarlar, bizni kastimchani qaranglar, kastimchada. Tog'a chiroyli 18 Pro Max'da. Beparasat qo'yadi. Mayli. Biz beparosatlik qilyapmiz. Jamoat joyida videoga olib odamlarni noqulay ahvolga solyapmiz. Akalar, stopga qo'yib qo'yaman. Bu yerda o'tirishga joy yo'q-ku. Bitta joy bor ekan. Taraflarda bor ekan. Fanta de Me miraba así y me dice, mucho de él, ¿eh? Digo, boludo. Bro, can I sit here? Thank you. Bizim o'qilishlar kutib turibdi xullas. Tashqarida imperator kelyapti-da, akalar. Ochildi. Ova. Qaranglar. To'g'ri dab chiqadi, lekin hattan tepaga chiqishimiz kerak. Baqir-chaqirda qaranglar. Bu chisto o'sha sentri, Barselonaning sentr qanaqasi? Oti nima edi? Vokzali. Eng sentri. Tepaga chiqib ketdi. Pastga qaranglar. Короче, atmosfera ko'zimga bir narsa kirib ketdi. Atmosfera zo'r. Mayda kameraga olish mumkinmi yo mumkin emasmi bilmayman akalar. O'zim video uchib qolsa, xato Hatta akamiz kelishi kerak bo'lganda, Qirg'izistonlik. O'sha bilan ko'rishamiz. Ha, bir telefon qilib ko'raychi unga. Plus, mana shu Santis bo'ladi jigarlar. Если что, gaplashamiz. Ha, bir tashqariga chiqib obzor qilaman. Akalar, короче, avtobusga chiqib oldim. Avtobusda ham bosaboz. Короче, borku metro besplatniy bo'ldi, avtobuslar besplatniy. Bugun bayram ekan akalar. Bizda bayram bo'lsa 2 baravar ko'payadi-yu, narx 5000 bo'lsa 85 mingdan toshadi odam. Besplatniy kelyapmiz akalar. Bayramligini hisob, ko'chalarni qaranglar. Barselonaning ko'chasi o'yotibdi. Xohlasa ishqilib zaryadimiz yetsin. Powerbank mashina ichida qolib ketibdi akalar. Bilasizki, iPhone zaryadi o'z sog'liq. Takamiz bilan tanlab o'tishgan. Bu aytsam. Ha? Yeah, we can stop.
Ashitda tushamizmi deyapti. Tushamiz. Ashitda tushamiz. Xullas, jigar bilan mana Qirg'izistondan anaqadan ekan. Qadamjoydan jigar, Va'dali tepasi bor. O'sha jigar bilan kelyapmiz mana. Tushaylik endi. Jigarda ichcha. Endi danlabo'ychilar anaqa zo'r yuradi-yu. Jigar sostoyaniyada bizga endi voh, merajib qo'y короче. Shunaqa. Bu magazindan kirib, bittadan suv olib sekin ketaveramiz. Hola. Situatsiya, vaziyatni ko'ryapsizlar. Shahar tog'a keldi, sokinlashadi shahar. Sekin vaziyatni ko'rib. Akalar, короче, mana masjiddan to'g'rida adashmasam, stadion. To'g'rida bir 2 kilometrmi, 1,5 kilometr yursak yetamiz. Svetofordan keyin ele tushasiz. Ha, svetofordan keyinmi? Keyingi kvartal. Siz ham aqllimansiz, mendan lekin anaqasi katta ekan, avtobusda men peshvoq ekanman 2-3 marta. Sizga lekin shaharni mendan yaxshi biladi. O'shaning uchun gap aytaman. Gap yoshda emas, gap boshda. Interesovatsiya qilish kerak. U shaharda, короче, unaqa palma daraxtlari bor akalar, qaranglar. Palma daraxtlari bo'yotibdi. Shaharda o turishlari situatsiyasi, mashinalar aytda oynani sindirib ketishgan. Mayda ikkita o'g'il bola bir-biriga chaqalab turgan rasmi bor shaharda o'rtasida. Vaziyat shunaqa akalar. Santiago Bernabeuga kelyapmiz akalar. Santiago, ha? Tapsi o'zi boshdan ko'radi jigarlar. Hozir tog'ani ko'rdim, bo'ldi tapchiga billa. Ano shaharda chiroyliligini qaranglar, kayf beryapti-da, tog'alar bor-ku, kayf. Shaharda ichida palma daraxti. Musor paketlarida ham bochkalarni qaranglar, короче, shaharda tozaligiga qarashadi. Shaharda tozaligi birinchi o'rinda akalar. Politseyskiy mashinalarni ko'ryapsizlarmi? Qanaqa? Politseyskiy. Astanovkada kutib turamiz endi bular. Xohlasa. Kamerani ham o'zimizga qarataylik. Magazinlar boshlanadi borki, ikki tomondan hozir Barselonani o'sha Belingem kiyadigan futbolkalar sotilishni boshlash ko'chada ikki tarafda. Magazin selerdiga chiqib keldi. Seni chiqib keldi. Ay, yo'q. Men orqadan kelyapti deyapti, tanib qolishsiz shekilli. Подписчигimiz ko'pki Instagramda o'shancha adashmasam. Bu YouTube uchun olinyapti-da sizga. YouTube, короче, Instagramni tanimaydi, Instagram YouTube'larni tanimaydi. O'shaning uchun xabar yo'q. Ikki tomon. Adashtirib qo'yishgan. Shaharni sentrini qaranglar, bir короче, kayfi boshqa akalar. Vashcha короче, bor. Juda vaziyat bo'lyapti. Biz apparatimiz ko'tarilaverar ekan mana shu tepagacha. Oppa. O'sha yerda domda yashaydiganlar bor-ku. Barselona stadionidan uydan turib derazani ochib ko'rishsa kerak-da futbolni. Besplatniy. Derazani ochib ko'radi. Ola yana yaqinlashib yana bir video yoqaman. Yo, onamni ham ko'rdi, qaranglar, uni qaranglar. Avtobusning usti ochiq. Turistichki. Svetoforda qolishgan, qaranglar, pul ko'p, mana shunaqa turlarni sotib olishgan. Avtobusda aylanib yurishadi. 40 euro ekan. 40 euro. 25 minut aylantirayotgan shaharda. 40 euroga, 40 dollarga 25 minut shaharda aylanadi. Turisi bizga havas kelyapti. Mana shular o'rnida bo'ladi. Gap yo'q lekin. Qo'lni ko'taringlar tog'alar. Короче, bunaqa jiletlarni kiyib olganman. Mana shu Barselonaning ishchisimikan degan savol qiynayapti bularni. Wow, bu ko'chani qaranglar. Og'iz ochilib qolaveradi mana shunaqa.
bir joyga men bilan birga kelib bo'lmaydi mana shunaqa wow deb. Shu atrofda Barselona stadion yozib qo'yibdi, qaranglar уже. Stadion yozgan. Magazinlari ketdi, короче, ikki tomon. O'na o'sha futbolka tursiy sotadigan joyi o'sha yerda. O'ni ko'ryapsizlar. Mana bitta. Sekin yaqinlashamiz. Уже wow, mana Camp Nou. Mana Camp Nou. Bola biz yetib keldik. O'sha joyda buyuk Kolizeyni topib keldik. Bu Kolizey 2026-yilda Kolizeysi bo'ladi bu. Chunki faqat ichida urush bo'ladi, akalar. O'ldiradi, so'yadi, qamaladi, chiqadi degan butun shu vahshiylar Barselonaga yig'ilgan. O'zbekistonda 2 ga bo'lgan mana shu yer. Ha, O'zbekistonda 2 ga bo'lgan joy. Men, короче, Instagramda post qo'ysam, gay deb so'kayotibdi hammasi Barselonani. Realchilar uni bir onasidan kelib so'kayapti. Bular bitta stadionda deb endi bu darajada bo'lmaylar. Menga to'g'risi gitara blin Barselona bo'ladimi? Boshqasi bo'ladimi? O'sha magazinda jigar bitta shu suv olmasak cho'ta. Ha, bitta kiradi. Ular akalar kirib turing. Suv olmasak tomoqlar chanqagan. Abechani qildik, akamlarga 2 soat kutdi meni. Jigar. Извиняюсь, брат. Что ты долго ждал меня? Извиняюсь. Jigar oma 2 soat kutdi meni. Mendan yoshi katta endi. Yo'q, qaranglar, yosh ko'rinadi. Men короче bir bobocha 48 ga kirgan. Ashubka, senin ashubkang neyse 2 soat. Men endi istoriyaga отметка qilib qo'ydim. Bo'ldi, jigar. Mendan 35 yosh katta ekan. Kim buni 55 ga kirgan deydi akani. Yosh ko'rinishini qaranglar, mendan katta yoshi. Biz endi hayot ko'proq hali mashina zavodi bo'lmasa itaradi-yu orqasidan. Shu hayot ko'proq itarib qo'ygan bizni. Shuning magazinlarni qaranglar aka, bitta to'xtab mana shu yerda magazinlarni ko'rsatmasam sizlarga. Magazinlar lekin polni mana Barselona futbolga tursak. Chayqov. Ko'ryapsizlarmi? Faqat Barselona futbolka shorti bo'yapsiz akalar. Barselona vs Real Madrid. Messi'ni ko'ylagi hali ham bor ekan. Turk ekan, turk. O qaranglar, Messi'niki turibdi. O qaranglar. Messi'ni original futbolkasi. O'zi qo'l qo'ygani ham bor. Kabobxona bo'lyapti. Ha, bo'ldi. Akalar, xullas, sutadan suvni oldik. Camp Nou'ni oldida endi o'ngi tarafdan ham, chap tarafdan ham aylanamiz akalar. Camp Nou'da qaranglar, ha. Dronni olib kelib, dron bor edi-da, brat, dron. Olib kelish kerak edi, ha. Yerdan uchirib, короче, bir kayf berardi. Stadionda ichlarini ko'rsatardi, borib. Bu stadionga 2 yil bo'ldi kelganimga, tep-tekis turadi bu. Xuddi mana shu joylardan video olib ketganman. Mana 2 yildan keyin hali rekonstruksiyami nimadirlar ketyapti ustaxona. Motor qilishyapti hali ham. 2 yildan beri akalar. Motor ochilamiz. Ha, bu yana kamida 1 yil yursa kerak. O tepasiga furani olib chiqib qo'yishibdi akalar. Fura olib chiqishdi. Ona. Tepasiga furalarni olib chiqib remont qilishyapti. Ammo qo'yin. Eng qizig'i, men xursand bo'layotganim yo'l kira besplatniy. O'ylaylar, yo'l kira
bayram bo'lyapti-da, xullas besplatniy VIP qilib qo'yishgan, короче. Deb Moskvadan kelasiz. O, naryoqda svetofordan to'g'riga. Ha, bag'ga endi men birinchi bo'lib olaman. Odamlar hammasi ana shu lekin boru Real Madridda aurasini bermaydi. Real Madridda olib stadionga yaqinlashgan sari odamni sir bosadi. Shu qattaman o'ylanib qoladi o'sha. Marsga chiqdimmi deb bu joy lekin to'g'ri stadion endi bitganida menimcha yaxshi chotki hali odamda tasavvur qoldirsa kerak, lekin hozir u darajada ular kayf bermayapti akalar. Shantlarni qo'yib, mamtan ham stadiondan kiradigan joy qilib qo'yishibdi. Yer tagi bor-ku, shu Barselonaning yer tagi ilonni iniga o'xshaydi. Ponni teshilib ketgan, ular metro u yoqdan bu yoqqa o'tgan, metro bu yoqdan bu yoqqa o'tgan. O'shaning uchun yerda tegib bo'lmaydi hozir bularda. Arxitekturasini qo'yishgan. 1000 yilga yetadigan xolos. Camp Nou remontligini hisobga Camp Nou'da o'yin bo'ldi, 2 marta, 3 marta. O'yin bo'ldi. Oldingi juma bo'ldi. Ha, yo'q, bir 2-3 marta bo'ldi. Shu oldingi juma bo'ldi. Ha, shunday. Ko'chalarda ko'ryapsizlar, akalar kayf berishini. Opalar o'tiryapti. Bizda bo'lsa, ayol kishi meva olibdi. Ayol kishi tosh ot bo'ladi. Bizda opalar spokойно minadi. Fura haydaydi-yu, bu nima bo'pti axir? Fura go'yda. Ha? Fura go'yda ayol kishilar. Ha. Fura haydaydi. Xo'p, mana Camp Nou'ning oldi tarafiga aylanib o'tdik akalar. Camp Nou'ning oldi tarafi. Shu tarafdan o'tdi, yana eng qizig'i qanaqasi bor. Oti nima ma'noni? Остановка, короче, avtobusda kelib to'xtaysizlar, stadionning ichiga kirib ketadi. Uzr, sorry. To'g'ri kirib ketasizlar akalar. Avradi qarang. O'tdi, короче, kayf beradigan joy yo'q. Lekin bolalar mehnatni qilyapti, tepada turib olib. Bitta rasmga ham tushyapti, to'tta bo'lib. Og'alar qo'ldan kelgancha kayfni bosishyapti uni. Rasmga tushib. Furachilar shekilli, o'zimizda furachilar. Furachilar rasmga tushyapti. Va o'zi hali kalta kulta kiygan opalar yuradi. Shuning uchun sal videoni bekitishga harakat qilamiz akalar. Vaziyatga qarab. Akalar, Real Madridda mana shunaqa akademiyasi bor ekan, kelib ko'rib, halitdan beri bir yarim soatcha bo'ldi da adashmasam. Ko'rib, quyoshda 1 soatdan beri turibmiz. Qorayib ham ketgan bo'lsam kerak. Xullas, mana bitta stadioni bor, mana Camp Nou bo'lsa, bu tomoni o'sha Real Madridda akademiyasi o'ynaydigan, futbol o'ynaydigan joy ekan. Shuning uchun akalar, bir sizlar ham ko'ringlar deyapman atmosferani. Bolalar hammasi kayf qilib gaplashib ketishyapti, lekin tog'a sizlarni paylaringdan sizlar ham ko'ringlar deb. Shuning uchun chiroyli bir like, kommentariyani bosasizlar degan. Vahima qilmasdan. Mana stadion tomonidan aylanib ko'rdik. Ichiga kirmoqchi edim, to'g'risi. Kecha Instagramga video qo'ysam, hamma anaqa eliga bitib bir narsalar deyishgani uchun ko'ngil tortmadi akalar. Keyin narxi ham o'ta qimmat ekan. Puliga arzimaydi. Barselonani o'sha eshigimizni tagiga kelib qursa, balkim ko'rgani chiqardik akalar. Mahallani boshida bo'lganda, lekin ham pul shunaqa qimmat akalar. 72 euro deyapti bitta stadionga kirib. 78. Jigar
78 yevroga stadionga kirib futbol ko'rgandan undan ko'ra futbol stadioni tashqarisida unaqa qizlarni ko'rgan yaxshi-da, bepul. Akalar ko'zlar dam oladi. Yo'q, menga- Stadionda hech narsa yo'q. Kirsa bo'larkan, muzeyga kirsa bo'larkan. Ha, muzeyga kirsa bo'ladi. Menga, realchilarga aytib qo'ying, sizlarga kubok qolib turadi. Kubok to'ldiradi. Muzey to'la kubok, to'lg'in muzey. Yo'q, Realchilarga yo'q kubok. yo, bularda o'zi nimasi bor? Hozir aytaman. To'kirlari bor. O'zlari yasaydi bular. Bularda o'zi kubok yo'q. To'kirlar yoki bo'lsa mana anaqa akademiyani yutgani uchun qanaqadir kuboklar berishgandir. Barselonada masalan Jahon chempionati kubogi bormi, jigar? Jahon chempionati kubogi bormi Barselonada? Bormi, nima deysiz? Yo'q, yo'q-da, o'sha. Chempionskiy liga emas bor. Ha, ko'rdilaringmi, jigarlar? Sekin bosyapti. Faxrli Hramga boraylik. men bormayman aka. Men bozlikmi? Ha? Men bozlikmi? Men bozlikmi deb o'zim ketaveraymiz. Jigarlar, xullas mana narsani videoga olmasam haydab yuborishar ekan ishdan. O'shaning uchun Barselonani o'sha Camp Nou'ni shaxsiy mashinasi ekan bular, jigarlar. Ana prezident deyapti-yu, o'ta prechipat bir narsa deb yozib qo'ygan. Xullas, shu futbolchilar yuradigan mashinasi ekan. Bu endi bu mashina, bu mototsikllarni tanimaymiz. Shunaqa holatda, короче, Pakayev choy ichib o'tirishibdi, hamma короче bir nimani paydan. Welcome to Barca deb mana yerda yozib qo'ygan, ko'ryapsizlar. To'g'risi men zerikdim bu narsalarni videoga olib. O'shaning uchun akalar, sizlar uchun qiziqarli bo'lsin, kelib stadionga to'palang qilmasdan hozir bir sizlarga 1178 yildan beri qurib bitirmagan bitta joyi bor ekan, o'sha joyni ko'rsatgani boramiz. Opa недовольный qaradi. O'sha qurilmagan joyga boramiz deyapti. Borib, bitirib kelasiz bor. ha, borib oxiriga yetkazib kelamiz deyapti. Shu bu joy xristianning joyida, jigar. Xristianlarning joyida u, katolik. Katolik. Havola bir bir video qilaman deyotgandim, to'g'risi. Bir Barselona degan yozuvi yo'q, Hatta odamlar u Varataga, Dembelega короче to'p urishyapti. Urib ko'rishyapti, bu urilgan to'pni qaytarilyapti. Hozir masjiddan turib olib, akalar, sekin yo'lga chiqamiz endi. O'shalarga borib bir ko'rsatamiz, qurilib bitirilmagan bir narsalarni. Akalar, xullas Barselona bilan xayrlashyapmiz. Sekin yo'lga chiqdik. Bu daraxtlarni qaranglar, Barselona ko'chalari. Tanumga ketyapmiz endi. Kaktusu, hamma daraxtlardan bor ekan. O'rik daraxti bor. Vana bo'ylab bor ekan, xullas. U yerda piyoda ketamizmi? Mana anaqagacha. Barselona xullas Real Madridga baribir teng kelmas ekan, akalar. Hali atmosfera baribir Madridda boshqacha edi, akalar. Shu videoni ko'rgan bo'lsalaring, ikki tomon ko'cha, xullas pol magazin bo'yotibdi. Soqqani qilishyapti Barselonani kiyimlarini sotib. 5 euro ekan. Kiyim-kechak. Akalar, o'sha mashhur 85 yildan beri qurilayotgan binoni oldiga keldim. Bu Barselonada joylashgan, bilasizlar. Debatda tarifiga bir narsalar deyish
bizga emas akalar. Bu joyni mendan oldin ko'rgansizlar, mendan keyin ham ko'rasizlar. O'shaning uchun bunaqa aqllilik qilgim kelmaydi-da. O'zi ChatGPTga kirib olib, bular haqida ma'lumot olib, o'zimdan aqlli yozib, xuddi o'zim biladigandek qilib sizlarga tushuntirib bermaylik. Hali soxtalik bo'lmasin akalar. Просто shu joyda ham ko'rdik +1. Короче. Endi bu yerda yarmarka deyapti, shu ko'chasi bor ekan. Altdan beri u jigarlar bir kiraylik, masjidga bir ko'raylikchi. Asaloyi bo'lyapti deyishyapti. Kirib sekin xitoycha yozuvlar bilan ko'ramiz vaziyatni. Bu turklarning taomlari mana shu joyda oldida turklarning joylari bor ekan. Sigaretni xillar sotar ekan, mana yerda yaxshi shirinliklar sotib beryapti. Короче, vaziyatni mana yerda prezervativ sotib, nima sotyapti mana yerda? Tirik kitob mana shu yerdami? Tirik kitob. Akalar, shirinlik, chaqchuqlar ko'ryapsizlarmi? Bizda ham o'zbeklarda bo'ladi-ku, har xil shirinliklar. Bularda ham bor ekanda mana shunaqa joylari. Mana shunaqa joylari bor ekan. Ko'ryapsizlar, narsalar bor. Tarifiga tilojiz endi biz ahamiyat vermaymiz. Ha, odamlarga ahamiyat bermaymiz akalar. Men shu magazinlarni videoga olyapman. Maqsadimiz magazinlarni videoga olish. Joyga kirgandan keyin mana ular to'g'alaman. Ana jigarimiz Qirg'izistondan-ku, Qirg'izistondan shapkasini kiyib, hozir rasm-pasmlarga tushib oldik. Endi bu olsa itni qaranglar. Hali belayinda chiqib keladi-yu, bitta it. Kadr. Bular go'shtni hidi kelyapti, sasib ketdi, nima bor? Hid tomoqqa urdi lekin. Real Madrid'deki Barcelona'da. Ha? Real Madrid'deki Barcelona'da satıladi. Hoppa, Real Madrid'ni kiyimi. Real baribir Realda, bilishadi hammasi. Любой joyda mistasi bor. Ha. Real u avtoritet. Vodiydagi echkini Sirlar, o ispanskiy sirlar qaranglar. Echkinikimi? Shoxi bor qo'ylardi, naqasi ekan. Mana shu yerda ham narsalar pishirib berishyapti. Ovqat pishirib beryapti lekin besplatniy shekilli o'tdi. Besplatniy pishirib beradigan joyi ham bor, bir chiqib qoladi. Mana yerda cho'chqa go'shtimikan adashmasam. Bundan oxiriga yetib keldik. Bugun aytdim ana videoni boshida, bu Ispaniyada bayram bo'lyapti qanaqadir. Mana yerda rassomlari ham ishlab beryapti. Vaziyatga bir o'zlari cho'tki. Akalar bilan mana bu yerdan o'sha bekitilgan chizishyapti, rasmlar chizishyapti. Rasmini bir ko'ramizmi sekin? Kirib olib bekini. Buni remonti necha yildan beri bo'layotgan bo'lsa, bu odamlar ham shunchalik remontda to'xtashgan yo'q. Jigarimiz kelib kadrni bekitib qo'yapti-yu. Opa lekin mehnat qilyapti. Bu yerda o'zi aslida gitaristlar bo'lish kerak edi, ko'chada to'ldirib, baqir-chaqir bo'lish kerak edi. Cho'ta ko'rmayapmiz akalar. Hoppa boshlandi. Hoppa. Mana shunaqa holat ko'p bo'lardi-da Ispaniyada. Lekin kamayib qoldi.
sekin ko'chani olib ketaveramiz. Xullas, mana yerda ham bu narsalar sotilyapti akalar, shirinliklar. Shirinliklar bayrami shekilli. Hatta tilla taqinchoqlar sotar ekan. Tillami o'sha bujiteriya короче. Ko'ryapsizlar. Anaqalarni ko'ringlar. Mana qaranglar, ey. Короче, 9 oyoqli anaqalari bor ekan. 9 oyoq. Qaranglar. Ha. 8 oyoqlar bor ekan. Malades lekin. Yo, osh qilyapti mana bu yerda. Osh qilyapti, tog'alar, ispanskiy osh. Barselonada osh qilyapti akalar. Tovuq go'shti. Bu yerda pishirilayotgan go'shtni qaranglar akalar. Cho'chqa go'shti-yu, lekin bu qaranglar. Go'shtlarni pishirib o'tdi. Costillas y pizza de chorizo. Ovqat qilib qoldi shekilli. Vaziyat shunaqa akalar. Ko'ryapsizlar, menga havas qilib men qizilidan kiysam, yashilidan kiyib olishdi uni. Shuning uchun doim tog'a trendni chiqarib beradi. Ertaga ko'chada mana shunaqa kiyib yurganini ko'rsalaring, demak o'sha moda bo'lyapti. Past nazar bilan qaralmaydi, oldin faqat darojnilarga qarashgan-u. Darojni odamlar faqat shunaqa kiyib yurgan, hozir endi faqat ko'chani ko'cha bolalari kiyib yuradigan joyi. Qirg'izistonlik akamiz bor edi, qoldi-da. Yo'qda, короче, tayyor go'shtni pishirib berishyapti, u yerda kelib ovqatlanishyapti. Bu naqa ekan qirg'izistonlik akamiz. Ko'ryapsizlarmi? Bittada topdim. Kadrga tushib qoldim. Qaranglar, asallari bor ekan. Bu yerda asallar, Ispaniyaning asallari. Kiyimlar, короче, Barselonaning eng zo'r joylari, jinni joylari bunaqa marketingda to'g'risi akalar. O'zbekistonda topish qiyin bo'lsa kerak-ku. Mana joylarni qaranglar. Gulga qiziqishlari aniq, uni endi eskitdan bilasizlar, mana shu bolachalarni shunaqa o'yinchoqlar berib o'tishar ekanda, demak. Ko'ryapsizlar akalar? Vaziyatni. O'yinchoqdan shunday o'tib oziq-ovqat. Bu endi madaniyatni cho'qqisi bo'ladi Ispaniyada. Hali o'yinchoq bilan yo'q, onalarni can I take a video? No problem. Your friend? Yes. Can I take a video? For what? A present is interesting for us. Oh, yeah, it's okay. No problem. Maytda, короче, masaj ham ketyapti, tog'a. Uncha bozordan turib olib aka, lekin ухаживать qilib. Betga qo'lga короче ishlayapti. Cho'tki qilib. Hello. Ko'ryapsizlar, imperatorni sirasi sevishadi. Turgan joyi borki, tog'ani kiyimiga ahamiyat berish yo'q. Bo'ldi, imperator va bashara brendda, tog'alar. Bashara brend. Hoppa, ammo palatkalarni sevalarni ko'ryapsiz. Telefonni ko'rishda xullas 17 Pro Max sразу o'sha telefonga qarab talpinishyapti. Nimadir deb mana shu kadrda men ham chiqib qolay deb harakat qilishyapti. Sirlar tugamayapti bitta sir. Kitobxonlik mana bu yerda bor ekan. Kitob ilm bulog'i, o'quvchining o'rtog'i.
Gorilla degan maymun gugurt o'ynabdi bir kun. Shunaqa she'rlari bor. Ularni o'zbekchaga tarjima qilganda. Bu menimcha tugadimikan deyman. Bizi festival masjidgacha ekan. Bugun shunaqa bir odamlar jin chaqirish marosimini o'tkazishar ekanda, mana shunaqa qilib jin chaqirish marosimi. Shaytonlarni anaqa aldash marosimi. Bizni sheringlar qolib ketdi shekilli o'shalarda. Bozorda ko'ryapsizlarmi? O'zimizni Farg'onani Chayqov bozoriga o'xshayapti cho'ta. Ular festivalni ko'chani bu tarafida ham bor ekan akalar, shu tarafiga o'tyapmiz. Festivalmi? Nima desa bo'ladi endi buni? Yarmarka. Kontentlarni o'sha ko'chadan bir uzoqdan olib kelyapmiz akalar. Yarmarkasi tugamayapti. Hamma yo'q bor. Men bitta qidirayotgan joyim muzikalniy birorta instrumentlar chiqib, nimadir chop beradigan gitaristlar, pianistlar chiqmayapti akalar ro'paramizdan. To'g'rimi? Gitara bo'lsa zo'r bo'lardi yo pianino. Tam Такой muzika, ha, joy bo'lsa. Aytdi, lekin zo'r maskalar bor ekan, akalar. Maska. Tilla taqinchoqlar, do'man. Ispaniyaliklar nimaga qiziqishini endi ana ayollar, bizni kuzatayotgan ayollar bo'lsa, ispaniyalik ayollar mana shunaqa kiyinib yurar ekan. Mana shunaqa sumkalari bilan brendoviy kiyimlarni kiyar ekan. Ko'ryapsizlar. Qog'ani bir turchasi yengil ko'rib qo'yamiz. Sumkachalarni qaranglar akalar. Yana kitoblar, Elizabetta. Ko'chani bu tomonida ham endi bir narsalar bo'lyapti. O'zimizni Chayqov bozorida sotiladigan narsalar, bular adashmasam. Shuning uchun hatta sirlar bor ekan. Sir. Hoppa, oxiriga yetdik. O'tda bolajonlar, onajonlar va bolajonlar bayrami bo'lyapti. Shokolad yasayapti. Qaralar. Shokolad yasayapti. To'g'ri. Ko'ryapsizlar lekin. Akalar oxiriga yetib keldik biz. Mana aytayotgan narsa bu muzikalniy apparatlar chiqmadi bu yerdan. Shunaqa bir bolta ko'l. Boltalari bilan Opa chiqdi mana. Orkestr, opa! Bosa-bos tog'alar. Yo'pa! She'riyat mulki sultoni. Boz jigarim. Bolachalar, onasini o'zi uchtaligini qovobdan u. Bitta sharni yorib yubordik. Videoga olaman sen to'xtab qolishdi akalar, nima deymiz? Biz yaxshilik bo'lsin, tinchlik bo'lsin. Ispaniyani do'mbirachilari mana shundan kelyapti. Voy, nima bo'lyapti? Akalar, shu bilan videomizni tugatamiz. O'zi zerikib ham ketgan bo'lsalaring kerak, men o'zim ham ana manzarani tomosha qilishni o'rniga sizlarga faqat video olib qo'yapman. Ola sizlardan bitta podpiskacha, laykcha. Bilasizlar, men hech qachon layk so'ramaganman, layk bosinglar lekin. Hech qachon podpiska so'ramaganman, podpiska qilib laykchani bosinglar. Kommentariyada
bu fikrlaring bo'lsa, sovuq hali pichoqbozlik shunaqa fikrlaring bo'lsa, kommentariyaga yozib, chiroyli qilib aloqada biz akalar, o'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Ispaniya qissasi shunaqa bo'lib tugadi.